Ha, biz o'zbek tilida gaplashyapmiz, lekin o'zbek tilida emas deb o'ylab qaraganda. Men o'zbekman, lekin hatto ko'chada ovqatlanmoqchi bo'lsam ham rus tilini bilishim kerak. Davlat tilida so'zlashishi, muloqot qilishi qoloqlik belgisi sifatida bilishadi. O'zbek tilida o'tiladigan, dars beriladigan xususiy bog'chalar deyarli topilmadi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda qandaydir foydasiz, bema'ni challengelar emas, o'zbek tiliga bo'lgan e'tibor masalasi muhokama qilinayotgani ijobiy holat albatta. Keng jamoatchilik tomonidan bildirilayotgan fikrlardan so'ng Adliya vazirligi mazkur sohani tartibga soluvchi qonunlarni eslatib o'tdi. O'zbekiston fuqarolarining tildan foydalanish huquqlarini kamsitish, shu asosda nizo qo'zg'atish javobgarlikka sabab bo'lishi eslatib o'tildi. Bugungi kunda o'zbek tilining davlat tili sifatida qo'llanilishini tartibga soluvchi asosiy hujjat davlat tili to'g'risidagi qonun hisoblanadi. Korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jamoat birlashmalarida ish yuritish, hisob-kitob, statistika va moliya hujjatlari davlat tilida yuritiladi. Ishlovchilarning ko'pchiligi o'zbek tilini bilmaydigan jamoalarda davlat tili bilan bir qatorda boshqa tillarda ham amalga oshirilishi mumkin. Shu bilan birga fuqarolar muloqot jarayonida foydalanadigan til bo'yicha qonunchilikda qat'iy va majburiy talablar ko'rsatilmagan. Mamlakatdagi barcha fuqarolarga o'z ona tilida gapirish, ta'lim olish va madaniy boyliklarni rivojlantirishda teng huquqlilik ta'minlanadi. Yuqoridagilarga ko'ra, millatlararo munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan masalalarni yoritishda O'zbekiston qonunchiligi, shuningdek, umuminsoniy va professional etika normalariga rioya etilishini ta'minlash maqsadga muvofiqligi ta'kidlandi.